ko'ryapsizmi, mana shu o'tirishingizda qachon bunday odamlarga o'xshab turib, o'rningizdan yaxshi joylarda ishlab, meni yaxshi joylarga olib borasiz? Men 3 oydan beri bitta kiyimda yuribman. Siz o'zi internetga kirasizmi? Ba'zi bir haqiqiy erkaklar ayollariga zo'r gullar olib berishyapti. Siz menga 3 yildan beri faqat tug'ilgan kunimda bir marta gul berasiz, bo'ldi. Ayolini hurmatini joyiga qo'yib, zo'r kiyimlar olib berib qo'yadi. Haftada har kuni bo'lmasa ham restoranga kunora olib borishadi. Siz shularni ko'rasizmi? Sayohatlarga olib chiqishadi, mazza qilib yashashadi. O'sha erkaklar topyapti-ku shuncha pulni. Sizni qatingizmi o'sha erkaklardan? Ular ham harakat qilib berishyapti. Siz ham harakat qilsangiz bo'ladi-ku hammasi. Topayotgan pullaringiz faqat ro'zg'ordan ortmaydi. Orzu, havas nimaligini siz o'zi yaxshi bilmaysiz. May qara. Neni olayverasan hamma narsadan. Uyimiz yo'q edi, meni uy oldim. Sekin-sekin hamma narsani qilyapman-ku. Meni bo'ynimda qarzlar, kreditlar turibdi. Uy ro'zg'orni ham o'zim qilayotgan bo'lsam, sendan ortiqcha narsa talab qilayotganim yo'q umuman. Ko'chaga chiqib, boshqalarning eriga o'xshab pul topib ketayotganim yo'q-ku. Sabr qilsang, hammasiga erishamiz. Ammo qo'lingdagi telefoningni eski bo'lsa ham bor-ku. Yengilab beraman sharoit bo'lsa. Kiyiming ham yo'q emas, bor. Kiyim ham olib berarman. Ozgina sharoitim bo'lsa, hozir ko'chada juda ham beradigan joylarim ko'p. Men sizni shuncha tushunib keldim. Endi bu yog'iga umuman tushunmayman. Mana to'la to'kis hayotda yashashga haqqim bor. Men shu narsaga arziydigan ayolman. Qayoqdagi ayollar mendan zo'r yashab yurishibdi. Menga shunaqa hayot qilib berishga majbursiz. Siz hali 40 ga ham to'lmagansiz, biroq sizda allaqachon xotira pasayish kuzatilyaptimi? O'qigan yoki eshitgan narsangiz esingizda qolmasligi bu miya faoliyatining buzilishidan dalolat beradi. Bu vaziyatda sizga super pamyat mahsuloti yordam beradi. U miya faoliyatini yaxshilaydi, xotira, fikrlash va diqqat zonalarini faollashtiradi. Yurak va qon tomirlarini mustahkamlaydi. Qonni suyultirib, uning oquvchanligini yaxshilaydi va tromblar hosil bo'lishining oldini oladi. Super pamyat bilan miya va yurakni oziqlantiradi. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va mahsulotga buyurtma bering. Voy o'rta, bormisan? Kim oldingmi yaxshi? O'zing yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Da, yaxshi, yuribman. Men ham yaqinda yangi uyga ko'chdim. Shuni tashvishlari bilan yurgan edim. Mazza senga. Havasim keladi. Mebellarni zo'rlarini qildirib olsan. Menga bunaqa mebellar orzu. Men ham xohlardim shunaqa chiroyli mebellarim bo'lishini, shunaqa chiroyli uyim bo'lishini. Shunaqa o'zimga senga o'xshab qarab yurishni xohlardim o'rtoq. To'yib ketdim bunaqa hayotdan o'rtoq. Agar sen xohlasang, hammasiga erisha olasan. Qanaqa qilib o'rtoq, etish oson deysanga? Sen o'zi rostdan ham ering bilan ajrashmoqchimisan? Ha, aniq 100%. Mana sen ham ajrashding-ku. Kam bo'lganing yo'q. Qaytaniga zo'r yashab yuribsan o'rtoq. Sen ering bilan ajrashib olaver. Qolganiga men senga o'zim yordam beraman. Voy o'rtoq, rostdan yordam berasanmi? Albatta. Mana ko'rmaysanmi? Kecha bittasini yangi chiqqan modelda tashab ketdim. Bu narsalar hech narsa emas. Qachon kelarkin-a bu okey. Cho'zordi-yu. Bunmi qotdi. Alo. Qattasiz? Taksidaman, ish bilan yurdim ko'chada. Xullas, men siz bilan yashamayman. Men ketyapman. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. O'zingiz xohlaganda sabrli ayolni topishingizni tilab qolaman. Ertaga ajrimga ariza yozib kelishga boraman. O'tarsiz. Hozir noto'g'ri ish qolsan. Aqlingni yig'. Ozgina sabr qilsang, yaxshi bo'ladi hammasi. Men ham butun umr bunaqa yurmayman-ku. Hali sharoitlarim yaxshi bo'lsa, yaxshi sharoit qilib beraman senga. Yo'q, men bu hayotda yasholmayman. Bu uzoqqa bormas edi turmushimiz. O'shaning uchun sizga baxt va omad tilab qolaman. O'zingizga o'xshagan yaxshi inson uchrasin. Men boshqa sabr qila olmayman. Uzr men bor. Aqlingni yig', yaxshi ish qilmayapsan.
O'rtoq, ovqat boyaydi yeb bo'lganimiz. Boydan beri nima qolmiz bu yerda? Bu yerga nimaga kelganini sen bilmaysanmi? Yo'q, nimaga keldik? Ovga keldik. Qanaqa ov? Men Sanjar akani shetdan topganman. Bu yerga kazo-kazolardan kelishadi. Bitta yarimtasini senga ko'ngli tushib qolsa, keyin senga e'tibor berishni boshlaydi, mehr berishni boshlaydi. Ana undan keyin balki turmushga ham chiqib olarsan. Zato o'zing xohlagandek yaxshi sharoitda yashaysan. Ha, masalani endi tushundim. Sanjar akaga o'xshagan bitta boyrog'i chiqib qolar-a? Albatta, faqat o'zingni mahoratingni ishga solishing kerak-da. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz akajon. Rahmat. Hop. Menga bitta Iskandardan olib kelib berasiz. Xo'p bo'ladi. 110 gramm, 160 gramm. 110 gramm ham bo'veradi, sal ishtaha yo'qroq edi. Xo'p bo'ladi. Ana odam senga qarayapti. Va, buni qarama. Ko'zingni bitta tashab kulib qo'y. Taktika bu asalan. Keyin bitta San Sebastiandan ham olib kelib berasiz desertga. Xo'p bo'ladi. Ichishga bo'lsa, fruktoviy choyingizdan ham bersangiz bo'ladi. Bitta fruktoviy choy. Xo'p. Ha, aytgancha. Ikkita San Sebastian shundoq o'sha burchakda o'tirgan qizlarga olib borib bering. Xo'p, men burchakda o'tirgan qizlarga? Ha, o'shalarga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Shotini meni hisobimga yozib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Kamchiliklar yo'qmi opa? Mana bu shirinliklarimiz sizlarga. Bizni shirinlik aytmovdik. Bu shirinliklarimizni bu yoqda o'tirgan akamiz berordilar. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Nodir aka, tuzimisiz? Rahmat. Chitormada telefon qildim, ko'tarmadingiz. Ha, aytgancha telefonim qotib ishlayotgandi, qo'limdan tushib ketgandan keyin. O'shaning uchun ko'tara olmay qoldim telefonni. Yo'q, telefoningiz yaxshi ishlamayaptimi? Ha, telefonim yaxshi ishlamayapti. Mayli, yangisini ham olib qolarman, nasib. Yo'q, olaman emas. Olib qo'yamiz. Ha, yo'q. Olib beraman. Paketni tashing, Malikada bratishkalar olib borib berishadi. Ha, yo'q, rahmat, kerak emas. Voy, nima unaqa deysiz? Bitta telefonga arzimaysiz. Shundoq ayoli. Voy, qanday bo'larkin. Zo'r bo'ladi. Siz bundan ham ko'piga arziysiz. Mayli, rahmat kattakon. Arzimaydi. 1 soatga qolmay qo'lingizda bo'ladi, lakat tashib bersangiz. Aytgancha bugun ko'rishamizmi? Siz kelsangiz, men chiqaman. Ko'rishamiz. Ha, bo'ldi. Men sizga borishdan oldin telefon qilaman-da. Xo'p. Mayli, ehtiyot bo'ling. Yaxshi o'tiring. Charchamang. Mana. Sekin-sekin xohlayotgan narsalarimga erishyapman. Assalomu alaykum Nodir aka, yaxshimisiz aka, charchadim. Assalom. Aka qalaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, gulingiz tayyor, hozir olib chiqib beraman. Xo'p bo'ladi.
Gap yo'q. Mana aka. Ayollar. Voy, gap yo'q. Xom aka, Sog' bo'ling akajon, yaxshilik rahmat. ko'rsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Qale? Uncha chiroyli. Menga oldingizmi? Ha? Juda ham yoqdi. Uncha chiroyli. Sen bu gullardan ham chiroylisan. Rahmat. Mana, Rahmat. arziysan. Nima gaplar o'rtoq, tuzukmisan? Ishlaring qalay ketyapti? Nodir qalay? Ko'rib turganingdek yomon emas o'rtoq. Hammasi yaxshi. Ha, aytgancha. Xohlayotgan narsamni oldirtirdim o'rtoq. Oho. Yarashibdimi? Buyursin o'rtoq, yaxshi kunlaringda tutgan. Bu hali boshlanishi. Nodir aka bitta mashina ham olib beraman deyotdilar. Uni ham olib qolarmiz, xudo xolis. O'zingda qalay hayot? Sanjar yaxshimi? Menda yaxshi, yuribman. Sanjarga kelsak, men o'sha oladiganim bo'ldim. Menda hozir yangi hayot, yangi insonlar. Sen ham qo'ymaysan o'rtoq. Qo'ya qo'y o'rtoq shularni. Bu haqida keyin gaplashamiz. Ol, ovqatingni ye. Yoqimli ishtaha o'rtoq. Ol o'zingni. Yo, men senga aytayapman-ku. Hal qilib keyin telefon qilgin, hozir ovqatlangani o'tirdim. Tushunasanmi? Oshiqlaring ham ja ko'p deysan. Ne unaqa deysan? Qara, ana senga qarayapti. Xo'p, telefon qilaman hozir. Oshularing ko'p bo'lsa zo'r-ku o'rtoq. O'zing shunaqa demaganmi-ne? Ahamiyat berma ularga. Ol ovqatdan. Qizlar, yoqimli ishtaha. Zurantda o'tirib kuzatib tursam, sizning ismingiz Zarina emasmidi? Shunaqa. Men sizni Instagramda kuzatib turaman. Like bosib, istoriyalaringizni olovchilar jo'natib turaman. Lekin haqiqiy hayotda ham chiroyli ekansiz. Rahmat. Xullas, bugun sizlarni o'zim mehmon qilsam. Bu joy begona emas-da, o'zimni tanishimni joyi. Bemalol nima yegingiz kelsa, chaqirib yeyavering. Shotidan muammo yo'q. O'zim yez qilib qo'yaman, xo'p? Yo'q, rahmat. Shart emas. Yo'q, nimaga noto'g'ri tushunasiz? Sizga o'xshaydigan chiroyli qizlarni bir mehmon qilsam qilmanda. Yo'q, lekin shart emas. Yo'q, shart. Bemalol sizlar ovqatlanaveringlar. Men ko'chada ishlarim bor. Ketib kelay, xo'p? Yugurib kelganini qara. Kesakalar o'rtoq nima qilibdi? Nodirchi? Nodir hali gaplar ko'p o'rtoq. U narsa haqida yana gaplashamiz. Ovqatingni ol. Qalay, uy yoqdimi senga? Juda ham yoqdi. Nahuncha chiroyli bu uy. Remontlarini ham o'zim qilganman. Dizayniga bitta alohida e'tibor qaratganman. Yo'q, juda ham didingiz zo'r ekanda. Rahmat. Qachon endi men nomimga o'tkazib berasiz uyni? Endi bu kadastri chiqib olsam, u yangi domu. Yaqinda qurildi. Kadastri sal kechroq chiqyapti. Kadastri chiqishi bilan sen nomingga o'tkazib beraman. Rahmat, kattakon. Arzimaydi. Xullas, malikalar deb bemalol yashayverasan. Nodir aka, O, menga bitta mashina olib bering. Hamma o'rtoqlarimni mashinasi bor. Mashina haydagilari kelyaptimi?
Ha, o'rtoqlarim hammasida bor-da. Shunaqa degan. Hozir hal qilamiz. Ahmad yaxshimiz-a? O'g'illar odam pul o'tkazordimi? Zo'r o'tdi. Bo'pti, mayqar o'sha pulni olib qo'ygin-da. Hali kechirasan bilan bitta avtosalonga o'tib kelamiz. Ish bor. Bo'pti. Bo'ldi mana, hal. Kechqurun xudo xolasa mashina bo'ladi. Rahmat. Yur, ovqatlaninglar. Qornim ochdi. Tog'a, o'zi meni qanaqa topib keldingiz bu yerga? Sen tog'ayni bilmaysanmi? Bir deganda topib kelaman men shunday. Tog'ayni qo'li uzatgan joyiga yetadi, jiyan. Ota-onam o'lib ketdi degani o'zimga xon, o'zimga bek bu bemalol yashayman degani emas. Hali tog'ang o'lgani yo'q, tog'ang bor yoningda. Qolaversa sen opamdan yolg'iz yodgorliksan menga. Sen uchun tog'ang ham ota, ham ona. Eshitishim bo'yicha ering bilan ajrashibsan. Meni xabarim yo'q bu narsalardan. Bir og'iz maslahatlashsang bo'lmasmidi? Erimni bilmaysiz-da, tog'a. Faqat uyda o'tiradi, ishlamaydi. Ishlasa ham 1-2 bo'lmaydi. Faqat sabr qil deyishdan oyog'iga o'tmaydi. Aman nimadirli yegim keladi, qatlagadir borgim keladi. Orzu havasli inson bo'lsa, tog'a, qachongacha sabr qilib yashashim kerak edi? Unaqa maqsadsiz, orzusiz inson bilan bitta joyda yashagim kelmadi. Lekin jiyan, bu qilgan ishlaring xato. Baribir o'ylab ish qilishing kerak edi, nima qilsang ham. Lekin bir kun kelib afsuslanmasang bo'ldi. Kuyov bola menimcha yomon bola emas edi. Ko'rinishidan to'ppa-to'zak bola edi. Bu boylikni kimgadir oldin, kimgadir kech beradi. Sabr qilganingda mana biza erishgan darajaga erishaydinglar birgalikda. Bechora kuyovim oxirgi marta ko'rganimda uyim joyim deb harakat qilib yuruvdi. Hozirroq sabr qilmabsizlar, baribir nima bo'lganda ham. Tog'a, erimsiz ham shuncha narsaga yaxshi erishyapman. O'zim harakat qilib, mehnat qilib, mana harakat qilsa bo'lar ekan-ku. Qarang qanaqa chiroyli joylarda yashayapman. Xohlagan narsamni yeb, ichib kiyibman. Mendan baxtli inson yo'q. Erim bilan ajrashganimdan afsuslanmayman. Qarorim qat'iy. Menga er kerak emas. Lekin noto'g'ri ish qilding baribir sen. Har bir ayolga bir er kerak baribir. Lekin o'ylab ish qil. Tushundingmi? Har doim seni nazoratim ostida olib yuraman o'zim. Shuning uchun qadamingni o'ylab bosgan. Bizani yuzimiz yerga qaratmagin. Xavotir olmang, tog'a. Sizlarning yuzinglarni yerga qaratib qo'ymayman. Nima yordam kerak bo'lsa har doim menga bemalol suyanishing mumkin. Bo'pti, jiyan bo'lmasa o'zingni ehtiyot qilasan. Amin, yaxshi kunlarga kelaylik faqat. O'rtoq, kelman magazin kirib ko'ramiz. Kimlar rassizor? Yur, bo'pti, ko'ramiz. Mana buni qaragan, asalligini. Da, вообще zo'r ekan. Kiyib ko'r. Hozir kiyib ko'raman. Vau, zo'r keldi o'rtoq. Asal. O'zi puling yetadimi? Voy, o'rtoq, puldan umuman muammo yo'q. Nodir akamga shunday telefon qilsam, hozir pul tashlab beradilar. To'xtab. Qancha ko'ramiz? Alo. Assalomu alaykum, Nodir aka, yaxshimisiz? Ha, jonim, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nodir aka, mabodo kartamga $400 tashlab bera olmaysizmi? Kerak bo'layotdi. Hop, tinchlikmi? Nimaga kerak bo'lib qoldi pul? Ha, City Mallda ustimga kiyim olyotdim. Ha. Qancha? $400. Ha, bo'pti. Kartani tashlab yubormasang, yoz tashlab qo'yaman. Xo'p, rahmat kattakon, ehtiyot bo'ling. Bo'pti, xo'p. Kechqurun oldinga o'taman, chiroyli tayyorlanib turganmi? Xo'p, kutaman. Ana, pulam hal bo'ldi. O'zimni erim bo'lganda hayotda olib bermasdi bu narsani. Yaxshi ham ajrashgan ekanman. Maza qilib yuribman, o'rtoq.
Qo'ymaysan. Ana, pulam tushdi. Ketdi olamiz ota. Voy. Erimmi? Hozir bo'ptiyman. Ha, tinchlik? Yaxshimisiz? Hali ham shunaqa peshqom ko'chalarda yuribsizmi? Siz bilan ajrashgandan keyin 3 yilda erisha olmagan baxtimga 1 yilda erishdim. Mana ko'rib turganingizdek Tesla haydab yuribman. Xohlagan narsamni yeb, xohlagan narsamni kiyib, xohlagan joylarimga borib, mazza qilib yuribman. Aytganchi, eslaysizmi? Qo'limga dodam zamonidan qolgan telefonlarni berib qo'yardingiz. Shuni tutasan deb. 17 ham oldim. O'zingizda qalay hayot? Uylangan ayolingiz o'zingiz xohlaganingizchalik itoatli, sabrli ekanmi? Ha, to'g'ri aytasan. Har bir ishi xayri bor. Sen ketganingdan keyin sharoitim ham yaxshi bo'ldi. Qarzlarimdan ham qutulib ketdim. Hayotim oldingidan ancha yaxshi. Yangi uylangan ayolim esa baraka topsin. Ancha yaxshi. Soliha, sabr nimaligini biladi. 5 vaqt ibodatda, eng muhimi meni yaxshi inson bo'lib, yaxshi bo'lib ketishimga ishonadi. Xudo xolasa tez orada farzandli bo'lamiz. Men sendan topolmagan baxtni undan topaman. Sen bera olmagan baxtni u ayol beryapti. Men u bilan sakinatda, huzur halovatni his qilaman. Xudoga shukr, menda hammasi yaxshi. Senda ham chakki emas. Tabriklayman. Yangi mashina olganing bilan o'zing xohlagan o'sha zo'r hayotda yashayotganing bilan. Mayli charchama, men uyga boray. Uyda ayolim kutib qoldi meni. Pas. Абонент временно недоступен. Yana ko'tarmayapti telefonini. Voy. Alo? Alo. Nodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne telefoningizni ko'tarmaysiz? Nodir aka, bir haftadan beri telefon qilaman. Yo'q bo'lib ketdingiz. Ha, chetga chiqib ketdim ishlar bilan. Tinchlikmi, nima deysan? Amandan xabar ham olmayapsiz, kelmayapsiz, telefon qilsam ko'tarmayapsiz ham. Ishdaman deyapman-ku. Qachon kelasiz meni oldimga? Bir ikkita muammolarim bor, o'shalarni hal qilib olay, keyin o'taman. Menga pul kerak bo'lyapti. Pulim umuman yo'q. Kartamga pul tashlab yuboring. Pul hozir hammaga kerak bo'lyapti. O'zimda ham yo'lligi uchun yuribman. Xullas, keyinroq telefon qo'raman, bitta joydaman men. Gaplashamiz, bo'pti. To'xtang, qo'yib qo'ydi. Yusufga telefon qilaman. Alo. Alo. Assalomu alaykum Yusuf aka, yaxshimisiz? Yusuf aka, Menga pul kerak bo'lyapti. Iltimos, pul berib turolmaysizmi? Ha, muammosi yo'q. Karta raqamingni tashlab yuborgin, tashlab qo'yaman, xo'p? Bo'ldi, tashlab berasiz-a? Tashlab qo'yaman hozir. Bo'ldi, hozir sizga karta tashlab yuboraman. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Rahmat. Nodirjon, sen bo'lmasang, boshqasi. Nodir aka, ne unaqa o'zgarib qoldingiz? Oldingidek emassiz-da. Mehringiz kamayib qolgan, e'tiboringiz kamayib qolgan. Juda ham kam kelyapsiz. Telefon qilsam ko'tarmaysiz bir xil payt. O'zingiz xohlagan payt kelib, xohlagan payt ketasiz. Vaqtim bo'lmayapti mana azina. Ishlarim ko'p, muammolar ko'pligi uchun mana shunaqa bo'lyapti. Nima problema? Kelyapman oldinga. Siz nima meni ko'chada qolib ketgan qiz deb o'ylayapsizmi? Xohlagan payt kelasiz, xohlagan payt ketasiz. Men bunaqa e'tiborga, bunaqa muomalaga loyiq inson emasman. Ming'ir-sing'ir quvurmagan odam masabiga tegib, nima yetishmayapti senga? Hamma narsani qilib berayotgan bo'lsam, aytib turib, meni muammolarim, tashvishlarim ko'p. O'sha paytda kelaman bitirib olib hammasini. Kelyapman-ku.
Kim aytgan bo'lsam ham mayli aka. E'tibor xohlamayman. Mehr xohlamayman. Qanaqa e'tibor kerak yana senga? Mana uy qilib bergan bo'lsam, tengi mashina olib berib qo'ygan bo'lsam, hamma narsang bor. Pul berib turgan bo'lsam, chakagingni yopganda gapirmasdan jim o'tirgin. Jonga ham tegdi mana bunaqa qiliqlaring. Mamtimga kelding, yoqmayapti oxirgi paytda mana gaplaringni. Asabga tegasan, Yoqmayotgan bo'lsa nima qilib yashab yuribsiz men bilan? Shuncha gapirgan gaplaringiz yolg'onmi? ha, yolg'on, yoqmayapti menga endi. Oldin boshqacha edi, hozir unaqa emas. Tushundingmi? Bandaki er kerak bo'lmasa, bor yo'qol. Bu uy meni nomimda. Siz chiqib ketasiz, men emas. Yoqmayotgan bo'lsa, ketishingiz mumkin. To'g'ri. Senga olib berganman. Endi asl basharangni ko'rsating-da. Senga faqat pul kerak. O'zi jonimga tegding, boru. Menga yoqmas eding. Xullas-chi, o'lib ketmaysanmi? O'zing xohlaganingda yashagin, tushundingmi? Mana men senga qilib berdim qo'limdan kelganicha. O'zimga kerakligini oldim, sen ham o'zingga kerakligini olib olding-a? Mazza qilib yashagin, tushundingmi? Meni umuman bezovta qilmagan, xullas men uchun yo'qsan, tushundingmi? O'rgildim sendagi xotindan. Voy. Mana cho'rniga tiqib qo'yibdimi bu? Telefon qilib ko'ring-chi. So'rayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. Uchuv beryapti. Ifloslar. Hammasi ishi bitguncha. Bu kim bo'ldi? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodir bormi? Nodir aka yo'q edilar. Kim bu? Menga qarang. Nodirga aytib qo'ying. Mashinani arendaga olgandan keyin pulni vaqtida qilib bersin. 4 oydan beri sabr qilib kelyapman. Bersin, bo'lmasa mashinani olib qo'yaman. Haftaning oxirigacha muhlat. Uje sabr kosam to'ldiman. Qanaqa arenda, qanaqa mashina? Mendan 877 Tesla'ni olgan arendaga deb. Aytib qo'ying, erizmi, kim Nodir haftaning oxirigacha muhlat. Bersin, bo'lmasa mashinani tortib olaman. Voy maraz. Nodir. Абонент временно недоступен. Hazillashyaptimi bular hammasi? Абонент временно недоступен. Maraz. Aldabdi-de. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim. Tanimaysiz shunaqa. Nodir qani? Nodir aka nima qilasiz? 2 oydan bir mana bu kvartirani arendasini bergan yo'q. O'zi ham yo'q bo'lib qolgan, topolmayapman. Qaysi kvartira? Mana sizlar yashayapsizlar Nodir bilan 4-etajiga. Bersanglar beringlar, bo'lmasa bo'shatib qo'yinglar uyga. Au. Meni nomimga olingan uy-ku. Qanaqa sizning nomingizda? Meni nomimda u. Kvartiraga berganman oyiga 1,5 mingdan. 2 oydan bir Nodirni o'zi yo'q. Men bilmayman Nodir akani qattaligini. Telefon qilsam ko'tarmayapti. Xullas, men ham bilmayman. Agar pulni beradigan bo'lsangiz, bemalol yashang. Agar bera olmaydigan bo'lsangiz, uyga bo'shatib qo'ying. Sizga bir hafta muhlat beraman. Bo'ldi. Meni boshqa gapim qolmadi. Iflos. Maraz. Har tomonlama aldab yedirib ketibdi-ku meni. Qayerdan topaman endi men shuncha pulni? Tog'a, menga yordam bermasangiz bo'lmaydi. Men bitta odamni yaxshi ko'rib qoldim. U odamga ko'ngil qo'ydim, ishondim.
U ablah bo'lsa mendan foydalanib, meni aldab ketdi. Meni chorasiz qoldirdi. Senga yaxshi hayot qilib beraman, seni o'zim baxtli qilaman degan edi. Nomingga uy olib beraman deb, mana shu uyni ko'rsatgan edi. Bu uyni kadastri chiqqanda ham seni nomingga o'tkazib beraman degan edi. Bilsam, bu uy kvartiraga olingan ekan, tog'a. Uni ustiga haydab yurgan mashinamni ham arendaga olib bergan ekan. Hozir shu uyni 2 oylik kvartira puli to'lanmagan. Uni ustiga haydab yurgan mashinamni ham arendasi to'lanmagan. Uyga egalari, mashinani egalari kelib, mendan pulni talab qilishyapti. Men hech qayerda ishlamasam, qo'limda bir sim pul bo'lmasa, qattan qilib beraman, tog'a. Bu ablah meni katta qarzga tiqib ketdi, tog'a. Tog'a, iltimos, yordam bering. Men senga nima degandim, jiyan? O'sha vaqtda gapimga kirmading, aytganimni qilmading. Meni hayotimga aralashmang deding. Mana oxiri nima bilan tugadi? Guldek oilangni o'zing barbod qilding. Nima sen erdan ajrashib, mazza qilib zo'r yashayman deb o'ylaganmiding? Erdan ajrashganlarning hammasi zo'r yashayapti deb o'ylaysan. Erdan ajrashib hech kim zo'r bu baxtli yashab ketgan joyi yo'q. Ering topganiga sabr qilib, qanoat qilib yashasang bo'lardi-yu. Qani menga aytchi, qaysi ayol ajrashib zo'r yashayotgan ekan? To'g'ri, yashar, 1 yil yashar, 2 yil yashar, baribir qarigandan keyin er kerak bo'ladi. Sen internetda ersiz men baxtliman, zo'r yashayapman deganlarga ishondingmi? Hammasini hayoti yolg'on bu internetdagilar. Mana o'zing ham ko'rib turibsan, boshingdan o'tdi shu kunlar. Erdan ajrashgan ayolga hamma yaxshi gapiradi, yaxshi e'tibor beradi deb o'ylaysanmi? Hammasining maqsadi sendan bir marta foydalanguncha, foydalangandan keyin o'z-o'zidan kerak bo'lmaysan sen. Sen o'zingni arzon sotding. Qolaversa qadringni bilmading. Sen nafaqat bu dunyoyingni, oxiratingni ham so'roq ostiga qo'yib qo'yding. Bitta odamning umrini ham uvol qilding. Bu bola ham senga ishonib, yaxshi niyatlarda uylangan edi. Ozgina sabr qilsang, shu bolaga ham Xudo berardi yaxshi narsalarni. Dinimizda ham eng yomon narsa bilasanmi? Bitta oilaning buzilishi. Sen o'sha oilani o'zing buzding. Bilaman, tog'a. O'zim ahmoqlik qilib qo'ydim. Guldek oilamni o'zim barbod qildim. Erimni topganiga qanoat qilmadim, sabr qilmadim. Ahmoqlik qildim. Boshqa ayollarga o'xshab erimni duo qilib, ishlari yaxshi bo'lib ketsin ham demanmi? Yolg'on hayotga aldandim. Erdan ajrashsam, yaxshi yashayman deb o'yladim. Ba'zi bir ifloslarni nafsini o'yinchog'i bo'ldim. O'zimda ham ayb bor. O'zim ham nafsimni tiya olmadim. Qilgan ishimdan o'zim juda ham qattiq pushaymondaman. Oilamni qadriga yetyapman, tog'a. Menga yordam bering. Men shunaqa og'ir ahvoldaman. Bo'ldi. Men hammasini tushundim. Ayol kishi ersiz yashash kerak emas ekan. Boshim tosh ketaydi. Hammasini tushundim. Erkakli uy fayzli, barokatli bo'ladi deb bekorga yetishmagan ekan. Xatoyini kech tushundingda, jiyan. Mayli, o'tgan ish o'tdi endi. Davay narsalaringni yig'ishtir. Bugundan biz bilan yashaysan. Kvartira kim bilan oldi berdi bo'lsa o'zim yopaman. Lekin unutma jiyan, ayol kishi ersiz yurmasligi kerak. Tenging chiqsa, turmushga beraman o'zim seni. Bunaqa yashash bo'lmaydi senga. Bo'ldi, narsalarni yig'ishtir, ketdik. Ey ayollar, eringizdan ajrashib, yaxshi, zo'r hayotda yashayman deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bunaqa hayotning badali sizning tanangiz bo'ladi. O'zingizni arzon sotmang. Eringizni topganiga qanoatli bo'ling. Erli uyda fayzi bo'ladi, barokati bo'ladi. Sabrli ayolga jannat mukofoti va'da qilingan. Eringizga noshukrchilik qilmang. Shuni unutmang. Siz erdan ajrashib, ba'zi bir noinsof erkaklarning shunchaki o'yinchog'i bo'lasiz. Ajrashgan ayolga hech qaysi erkak yaxshi munosabatda bo'lmaydi.